Samarqandda qimorga mukkasidan ketgan 29 yoshli yigit aka va ukasining qiynog'idan so'ng vafot etdi. Qaramlik kasalini oxirgi manzili o'lim deb bekorga aytmayman. Undan tashqari qo'shqaramlik bu juda ham jiddiy ruhiy kasallanish ekanligiga yaqqol misol. 30 yoshli aka va 23 yoshli uka o'rtancha o'g'ilni qimor o'yinidan qaytarish maqsadida kaltaklashgan. Qimor o'yinlariga qaramlik bu ruhiy diagnoz. Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, kasal inson yordamga, qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladi. Shafqatsizlarcha urib o'ldirishga emas. Daraxtga bog'lab qo'yilgan yigitni akasi va ukasi sim kabel bilan shafqatsizlarcha urgan. Oqibatda og'ir tan jarohati olgan yigit vafot etgan. To'g'ri, ota-ona, qaram insonning yaqinlari unga yordam beraman deb har xil usullarni qo'llab ko'rishadi, lekin oxiri shunaqa ayanchli oqibatlar bilan tugashi ham mumkin. Bu haqiqatdan O'zbekistonda uje bizada sodir bo'layotgan narsa. Agar bu narsaga bee'tiborlik qilib, jiddiyroq qaralmasa, bu kundan kunga o'sib borishi mumkin. Holat bo'yicha o'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib qoldirib ketinglar, esingizda bo'lsin. Bunaqa holat har kimning oilasida bo'lishi ham mumkin.